Assalomu alaykum, hurmatli brifing qatnashchilari. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida davlat boshqaruv tizimini isloh qilish, aholiga ko'rsatilgan xizmatlarning sifatini oshirish va ularni yanada qulay shakllarda taqdim etish yo'lida keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, davlat xizmatlari markazlarining faoliyati ushbu islohotlarning muhim bo'g'inlaridan biri hisoblanadi. Davlat xizmatlar markazi bu fuqarolar va yuridik shaxslarga turli davlat organlari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlarni bir darcha tamoyil asosida taqdim etuvchi zamonaviy tizimdir. Davlat xizmatlar markazi orqali fuqarolar tug'ilganlikni qayd etish, nikoh tuzish yoki bekor qilish, pasport olish, avtomobil ro'yxatdan o'tkazish, kadastr hujjatlarini litsenziyalash va boshqa ko'plab xizmatlarni olishlari mumkin. Davlat xizmatlarining afzalliklari: shaffoflik, xizmatlar yagona tartibda, navbat asosida va inson omilisiz amalga oshiriladi. Tezkorlik, ko'plab xizmatlar bir joyda va qisqa muddatda ko'rsatiladi. Raqamlashtirish, ko'plab xizmatlar elektron shaklda MyGov.uz portali orqali masofadan turib amalga oshirilmoqda. Korrupsiyaning oldini olish, xizmatlar tartibli va nazorat ostida bo'lib, noqonuniy to'lovlar ehtimoli kamayadi. Ijtimoiy qulaylik, aholining vaqt va mablag'ini tejaydi. Ayniqsa, chekka hududlardagi fuqarolar uchun muhim imkoniyatlar yaratadi. Bugungi kunda O'zbekiston bo'yicha har bir viloyat, tuman va shahar markazlarida davlat xizmatlari markazlari faoliyat yuritmoqda. Bundan tashqari, mobil davlat xizmatlari markazlari ham tashkil etilgan bo'lib, ular olis va chekka qishloqlarga borib xizmat ko'rsatmoqda. Davlat xizmatlari markazlari bu nafaqat davlat xizmatlarini ko'rsatish tizimini soddalashtirish, balki xalq bilan davlat o'rtasidagi ishonchni mustahkamlash vositasidir. Ularning faoliyati aholining kundalik hayotini osonlashtiradi. Davlat boshqaruvining zamonaviy va raqamli shaklga o'tishini ta'minlaydi. Kelgusida davlat xizmatlar markazlarining faoliyatini yanada takomillashtirish orqali O'zbekistonda ochiqlik va samaradorlikning yangi bosqichiga o'tilishi kutilmoqda.